Davom etamiz. 27-iyun matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni munosabati bilan Prezident administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi tomonidan media forum tashkil etildi. Ushbu tadbir 30-martdan 26-iyunga qadar respublikaning barcha hududlarida o'tkazilgan media haftalikning mantiqiy yakuni bo'ldi. Shuningdek, kasb bayrami munosabati bilan bir guruh soha vakillari taqdirlandi. Bayram munosabati bilan yurtimizning barcha ommaviy axborot vositalari vakillari, yetakchi jurnalistlar, blogerlar, matbuot kotiblari, media ekspertlari bir maydonga jam bo'ldi. Media forumda Prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov so'zga chiqib, ishtirokchilarni kasb bayrami bilan qutladi va davlatning media siyosatidagi muhim ustuvor yo'nalishlar hamda sohadagi islohotlar haqida batafsil to'xtaldi. Joriy yilda O'zbekistonda ommaviy axborot vositalari soni 2700 tani tashkil etib, 2025-yilga nisbatan 15% ga o'sdi. Noshirlik subyektlari soni 659 taga yetib 11% ga. Matbaa korxonalari soni esa 1826 taga yetib 29% ga oshdi. Axborot sohasida berilgan imtiyoz va yengilliklar natijasida xususiy sektorning ulushi yildan yilga ortib bormoqda. Prezidentimiz ta'kidlaganlaridek, bugungi kunda matbuot ishi, axborot sohasi mudofaa va xavfsizlik kabi hal qiluvchi ahamiyatga ega. O'zbekiston axborot makonida milliy kontent yaratmasak, dunyodagi voqealarga milliy manfaatlarimiz nuqtai nazaridan baho bermasak, bu ishlar xorijdan turib amalga oshirilishiga imkon yaratib bergan bo'lamiz. Yangi O'zbekistonning matbuoti, teleradio kanallari, raqamli mediasi, nashriyot va matbaa korxonalari axborot xizmatlarida sidqidildan mehnat qilayotgan sohaning barcha vakillarini kasb bayramingiz bilan yana bir bor samimiy tabriklayman. Mamlakatimiz axborot makonini rivojlantirish, zamonaviy media yo'nalishlarini keng joriy etish, soha mutaxassislarining kasbiy salohiyatini yuksaltirish hamda davlat va jamiyat o'rtasidagi ochiq va samarali muloqotni mustahkamlash yo'lidagi fidokorona mehnatlari uchun bir guruh soha vakillari taqdirlandi. Media haftalik nazarimda juda muvaffaqiyatli bo'ldi. Respublikamiz bo'ylab turli media vakillari o'zaro bir maydonda uchrashish, o'zaro muloqot qilish, fikr almashish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Aynan mana shunday muhokamalar davomida yangi g'oyalar tug'iladi va mana shu g'oyalar katta loyihalarga asos bo'ladi. Bu faqatgina bir jurnalistlarni emas, balki media maydonida faoliyat yuritayotgan barchani, jumladan o'sha vaynerlardan tortib blogerlargacha bo'lgan media maydon ishtirokchilarini qamrab oldi va albatta shu media maydonimizdagi mahsulotlar, kontentlarni sifatini oshirish, qiymatini oshirishga qaratildi va o'ylaymanki, tez kunlarda mana shu media haftalik o'z samarasini, o'z natijasini ko'rsatadi. Barchani bayram bilan tabriklayman. Katta loyihalar va darslar, mashg'ulotlar yo'lga qo'yildi. Asli bu media haftalik bir tomoni bilan yaxshiki, oxirgi yillarda bunaqa jurnalistlar uchun, axborot xizmatlari rahbarlari, umuman media sohasi vakillari uchun, kontent yaratuvchilar uchun bunaqa yirik loyiha bo'lmagan. Aynan media haftalik mana shu yangi bilimlarni media sohasi vakillariga berish uchun tashkil qilindi. Ya'ni hamkasblarimizni ijodi so'nmasin, qalami sinmasin. Media sohasini har tomonlama rivojlantirish va milliy kontentni keng targ'ib qilish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Bunday loyihalar O'zbekiston haqidagi kontentlar hajmini 1000 barobarga oshirish va mamlakatning xalqaro maydondagi ijobiy imijini yangi bosqichga olib chiqish imkonini beradi. Anjela Xushboq va Rahmatilla Qudratov, yoshlar.